kreditlar bo'yicha gaplashamiz. Bize Turanmayt'tan hozir Shodlik mahallesine mening biznesim 2 krediti bo'yicha produktlar, mahsulotlarimiz açık, kredit mahsulotlari. Bu mahsulotlarni 5 yilgacha imtiyozli davr bilan bersak bo'ladi. Garov asosida garovdan kelib chiqib 100 milliondan 300 million so'mgacha bersak bo'ladi. Urganch tumanida 21% dan bersak bo'ladi. Toifalardan kelib chiqadi. Urganch tumani 3-toifadagi hududga kiradi. 21% dan kredit bersak bo'ladi. Bundan tashqari jismoniy shaxslar uchun ham kreditlarimiz mavjud. 4 yilgacha 26% dan summasi 50 million so'mgacha kredit bersak bo'ladi kafillik bilan. 2 kafil bilan 50 million, 1 kafil bilan 41 million so'mgacha bersak bo'ladi. O'zini band etgan shaxslarga kreditlarimiz açık hozircha. Plastikka Turanmayt tomonidan ochilgan plastik kartasida tashlab beriladi kreditlarimiz. Kimlarning qiziqtirgan savollar bo'lsa berishlaringiz mumkin.